hayotda o'zi hamma narsaning birinchi qizuv bo'ladi. Birinchi sayohat, birinchi mashina yoki uy sotib olsangiz ham bunda ham emotsiyalar juda ham boshqacha bo'ladi. Xuddi shu narsa meni sohamda 2022-yil qish oyida bo'lib o'tgan. Prop kompaniyadan birinchi daromadimni qilganman o'sha payt. O'zi nima bo'lgan? Oylik ishda ishlardim. 400-500 dollar oyligiga va xuddi shu oyligimdan 10 barobar ko'pni bir kunda topib, uni bankomatdan chiqarganimda juda ham boshqacha emotsiya o'tgan. Sababi bu faqat pullarga bog'liq emas edi-da, chunki buni orqasida yillab mehnat, stress, qancha asabiy zargarchilik va shu soha ishlaydimi, yo'qmi, bu sohadan pul topsa bo'ladimi, yo'qmi degan savol juda ham miyamda aylanib. Va bu savolga shu daromad qilganimdan keyin men javob olganman va juda ham boshqacha emotsiya o'tgan. Va birinchi sayohatimda ham men o'z samolyotdan juda ham fobiyam bor edi. Va shu qo'rquvimni yengaman deb bitta o'zim hech kimsiz Dubayga bordim va o'sha samolyotga chiqib uchdim. Va bu qo'rquvimni yengish uchun shu challenge qilib ko'rdim. Agar siz ham nimadirdan cho'chisangiz yoki fobiyangiz bo'lsa, risk qilib ko'rishni maslahat qilib ko'raman. Любой sohada, SMM-shikmisiz, mobilografmisiz, faqat bu tradingga bog'liq emas. Любой sohada risk qilib tursangiz, baribir rezultat qilmasdan iloji yo'q ekanda.